Surat aka, mana bu quyoningiz mazasi yo'qmi deyman deb bitta qarang-da. Ha, Shahzoda aka, bu короче mazasi yo'q. Buni Xigol boqada Leyla opamizga ham aytgan edik. Nima Короче, qilamiz bunda? to'g'risini aytaman. Kasallikka diagnoz qo'yishda 70% tavakkalchilik asosida davolayapman, lekin Shahzoda aka nima desam, kombinatsiya qilishga majburman. Kerak baribir, bitta sababini qilish kerak har bitta narsani. Ha, shuni Shahzoda aka. Sababini qilib ko'raylik qani. Hozir qarangda, Shahzoda aka, bunday qilyapmiz-da. Quyon o'tirmaydi. Hozirda kasalligi ma'lum. Karmoshkasida ovqat yeyilmagan, panikasiga suv ichilmagan, quyonda muammo bor. Ma'lum. Nima muammo ekanligini deyarli bilmayman. Lekin bitta burni oqib turibdi, shamollash alomati bor. Bu qanaqadir anons bor. Keyin oshqozonida ham muammosi bor. Axlatda ko'p turibsiz. O'z kombinatsiya qilishga majburman. Birinchi navbatda enrofloksin. Enroko 10% bu odamlarda ko'p ichki va tashqari bakteriyalarni yo'qotadi, keyin shamollashga ham, o'pkasiga, oshqozonga ham foydasi bor. Bilasiz, o'zingizam amaliyot ko'p o'tkazgansiz. Keyin quyonni holatini ko'rib turibsiz, quyon vashit dadiladi. Mana bu butasal nima desam, o'sha kasallikka kurashish jarayoniga quyonga immunitet berib turadi. Yordam berib turar ekan. Buni ham birinchi marta ishlatish. Bo'lmasa boshqa quyonchilarga ham shunaqa holat baribir bo'lishi mumkin. Shuni bitta siz hozir tajribangizda bitta sinab ko'rsangiz agar, xudo xolasa, agar yaxshi bo'lgan taqdirda, yaxshi bo'lsa agar, bemalol boshqalarga tavsiya bera olasiz. Nasib inshaalloh. Keyin bilasizlar, kombinatsiya qilaman. Ko'pincha askarbinka, glyukoza, vitamin kompleks, azotamasini aytaman, turkunasi. Dexametazon 5 xil ekan. Terosidan kapli sifatida jo'nataman. Chunki bu kasalligini, virusni chiqarib yuborman deguncha quyon yashab berishi kerak. Bu o'shani ta'minlab beradi. Chunki bularning ham hozir bolasi bor. Bu bolasidan hozir nobud bo'lishi mumkin. Endi boshqa quyonlarga ham bolasi bor. Buni qo'shsangiz agar, ularga ham bolasi ko'p baribir. Buni bir sababini qilsa agar, xudo xolasa yaxshi bo'lsa agar, bu boshqalarga bir manfaatli video bo'lishiga umid qilamiz. O'zi Xigol boqishimning sababi kasallikka chidamli. Mabodo kasal bo'lib qolgan taqdirda ham bunaqa panikaga tushmasdan shunchaki so'yib, xaladanga bosib qo'yaman. Lekin ayni vaqtda men bunday qila olmayman. Chunki yosh bolalar bu. O'g'il bo'lib ketadi. Shunaqa. Davolamasdan boshqa ilojim yo'q. Qayda davolash jarayonini o'z ko'rsataman. Mana bu yerga quyonni qo'yamiz. Udobniroq joy bo'ladi. Ha, giret Shahzoda oling. Ish bo'lsa ham. Hozir birinchi navbatda kombinatsiya dorimiz 5 xil. Buni terosiga jo'natamiz. Buni aliya tashlamaydi bu. Ko'rishingiz mumkin, mana quyon ozgina ariqlagan, lekin shu sababdan Bunga yaxshi yedirib o'ramiz. Quyonga ovqat qilayotganda mayda shpritsdan foydalaningizlar. Hozir menda mayda birlik shpritslar yo'q. Boridan foydalanyapman, boshqa ilojim ham yo'q. Quyon haddan ziyod holsizlanib ketgan. shu issiqlikdan ham bo'lishi mumkinmi? Sunnat aka, qandaydir issiqlikdan ham bo'lishi mumkinmi shunaqa holatlarda quyonlarga? Dahshat issiq havo hozir. Odamni ixtiyoridan olib qo'yapti. Agarki kimdir oyoqdan qilolmasa agar shu teri ostidan qilsa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Sal misol uchun bir kunda emas, 2 kunda sal ta'siri uzoqroq ta'sir qiladi, lekin xavfsiz. Oyoqdan sal noto'g'ri qilsa, quyon nobud bo'ladi. Menimcha bu quyonimiz ham dori ta'sirida maza qilyapti o'zi. Nasib inshaalloh, bu yog'i Allohdan.
Hozir ba'zilar shunaqa savollar berishi mumkin. Masalan, ikkita ukol qildingiz siz, bitta teri ostidan, bitta oyoqdan ukol qildingiz. Shuni masalan o'rtada yarim soat o'tib keyinroq ukol qilsa bo'ladimi yoki birdan shunaqa siz qilganda bo'lsa bo'ladimi degan savollar bo'lishi mumkin. Shu savollarga nima javob berasiz? Qarang, Shahzoda aka, agarda misol uchun ikkita ukol bitta oyoqdan bo'lsa, yarim soat kutib turish kerak. Lekin biza bitta bu oyoqdan, bitta bu oyoqdan, keyin teri ostidan. Bu protiv reaksiya berilmaydi. Reaksiya berilgan taqdirda ham biz hozir qaysini ishlatdik? Dexametazon ishlatdik. Ichida tarkibida bor, kombinatsiyaning ichida bor. Bu dexametazon o'sha reaksiyani bartaraf etadi. Lekin agar buni dozani ko'paytirib olsa, immunitetni tushirib yuboradi. Bu o'sha dorilarning bir-biriga bo'layotgan reaksiyasini stabillashtiradi. Qo'ymaydi reaksiya bo'lgani. Bu yaqindan Allohdan jonivor ancha ag'lab qopti. Oxirida video ham ko'payib ketdi. Oxirida nima deysiz? O'sha gap quyonchilik avjida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.